Menga ko'pincha savol berishadi. Umida opa, o'quvchilaringiz soni nechta? Bilasizmi? O'zim ham bilmayman bu savolga javobni. Chunki yillar davomida men u hisob-kitobni yuritmaganman. Shuning uchun ham 10 mingdan ortiq yoki 15 mingdan ortiq deyishim mumkin. U raqam bo'lib qoladi. Balkim undan ham ortiqdir. Lekin shu o'quvchilarim orasida haqiqiy shogirdlarim bor. Bu shogirdlarim sanoqlik. Ular bilan necha yil, mana 20 yil bo'ladimi, 15 yil bo'ladimi, men har doim muloqotdaman. Ular kelishadi va men ular bilan bog'lanaman va shu narsada yaqinda to'xtaldim. Shunaqa davr kelibdiki, men ayrim savollar bo'yicha o'zim ularga maslahatga chiqaman. Qaranglar, menimcha bu ustoz uchun eng yaxshi natija. Chunki nafaqat o'quvchilarim menga maslahatga kelishadi, men ularga ham maslahatga chiqaman. Va yaqinda bir voqea bo'ldi. Bir shogirdim o'zimda ishlagan, o'qigan, keyin ishlagan, darslar olib borgan o'quv markazida. Keyin ko'p shogirdlarim o'ziga yoki biznes ochishadi, yoki katta tashkilotlarda hozir mana bosh buxgalter, moliyachi, rahbar bo'lishgan. Ular 10 yilga yaqin boshqa sohalarda ishladilar va hozir yirik O'zbekistondagi tashkilotda bosh buxgalterlar keldilar. O'qituvchilar kunida meni tabriklashga va o'zlari xohish bildirdilar. Umida opa, men kurs olib bormoqchiman. Ya'ni shunaqa darajaga keldilarki, shu olgan bilimim bilan bo'lishmoqchiman. Men juda xursand bo'ldim. Mana biz proyekt qildik ular bilan birga. Juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu proyektimiz juda zo'r bo'ldi, manfaatli bo'ldi va eng men xursand bo'lganim, shogirdlarim o'zimga o'xshab ta'limga qaytishyapti. Va bu meni ustoz sifatida eng zo'r yutug'im.